أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Hürmetli qarindoshlar, biz bugun Sura Al-Imronning 118-oyatiga keldik. Alloh subhanahu va taolo sirtqi dushmanlardan musulmonlarni, mu'minlarni ogohlantirib, ularning hayotda mengishga tegishlik yo'lini ilgirki oyatlarda bayon qilib o'tgandan keyin bugungi hozirgi oyatda ichki dushmanlardan musulmonlarning ichiga so'qinib kirish orqali sizmoqchi bo'lgan kishilardan ehtiyot qildirib musulmon sapini, mu'min sapini sap tutish haqida va buning g'albining asosi ekanligi haqida, dushmanning aslo jim turmaydiganligi haqida bizni ogohlantirib o'tdi. Davotida astag'izu billah ya ayyuhallazina amanu la tattakhidu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. Aldı bilen kıskaça ayetini bir tercüme qilib o'tsak, ey mu'minlar, sizlardan bo'lmaganlarni o'zinglarning ichki sirini deydigan darajada yaqin tutmanglar deyapti. Ular sizlarga har doim ziyon solishdan aslo to'xtab qolmaydi. Sizlarning jafo chekishingizni yaxshi ko'radi. Ularning eg'izidan chiqib turadi bu o'chmanlik, ammo qalbida yoshiryotgani texmi buyuk deyotdi. Agar sizlar aqlingni ishlatsanlar, tushensanglar, biz sizlarga mengishga tegishlik yo'l, paket, dalil, oyatlarni ro'shan bayon qilib berdik deyapti. Endi oyatning 5-dan kelsak qarindoshlar, Allah subhanahu wa ta'ala mu'min sepiga, mu'min grupga xitob qilib, bularni iymon bilan nido qilib, ya ayyuhallazina amanu deyotdi. Biz ilgirki necha qatimliq darsimizda bu haqda so'zlab o'tgan to'q, qisqacha takrorlab o'tamiz. Qachonki Alloh Qur'onda iymon bilan xitob qilgan hamon, ey mu'minlar degan hamon, shuni bilishimiz kerakki, bundan keyin bir vazifa bor. Bir buyruq var. Çünkü Allah her daim özünün vazifelerini özüge iman etkan bendelerine biradır. Ama mümin olmaganlar için, iman etmeganlar için ise ulağa iman dairesine, iman sepige ketiliş şekilde hitap kılıdı. Asman hakkında oylanıp bak, zemin hakkında oylanıp bak, etrafındaki dünya hakkında oylanıp bak, dünyanın bir ilahinin bağlılığını tunu deb ma şekilde hitap kılıdı. Ama iman etip bo'lgandan keyincho, endi iman etip bo'ldingmi? Bu yo'lga kirdingmi? Bu yo'lda qiladigan vazifang bor. Ey iman etgan kishi, sen bu yo'lga kirdingmi? Vazifani ustingga ol. degan shaklda xitob qiladi. Ya'ni uni qil va buni qilma. Shunga iman etmaganlarga qilgan xitobida ya ayyuhan nas u'budu robbakum degan shaklda xitob qiladi. Ve bu kitapның mazmunu da bu sepke kiriş, bu yolga kiriş haqidagi mazmunlar var ki, ana qil, mana qil mazmuni yo'q. Ama iman bilan qilingan kitaplarda ko'pincha uni qil, buni qil kitobi bor. Unda desem bazı qarindoshlar deyishi mumkin, Qur'onda menda bir oyat bor. Ya ayyuhallazina amanu aminu. Ey iman etqanlar, mu'minlar iman aytinglar deb bor. Ey mu'minlar degan xitobdan keyin cho'qim bir vazifa keladi. Bu yerda mu'minlarning, iman etganlarning takror iman etishi haqidagi oyat keldi deyishi mumkin. Bu xil savollarga nisbatan bizning beradigan tushuntirishimiz shuki, bir odam iman etib bu sapga qitilib bo'lgandan keyingi tunji qiladigan ishi bu sapda mustahkam turish va oxirigacha davom qilish. Shunga ko'ryapmiz, imonga kirib bazı özgürlükler tüpeyli imandan çıkıp ketadigan murtat bo'ladiganlar var. Yani bu yerda bizga iman etishni vojib qilgan, iman etishga chaqirgan Allah, shu imonda oxirigacha mustahkam turishni, imonning davom qilishini bizdan ikkinchilab talab qilyapti. Shu buni boshqa shakl tushunmaymiz. Bu imonni davomli ching tutib menish iman yo'lida va bu yo'lda
o'lganga qadar mustahkam turish ifodasi boshqa ifoda emas. Endi yana bu ya ayyuhallazina amanu haqqida deydigan gapimizning birisi Alloh subhanahu va taolo bizga Qur'onda shunda iymon etgan kishilar, mu'min guruh, mu'min top degan hamallam bu yerda bizga bir narsalarni ishorat qilyapti. Ya'ni sen meni iloh deb e'tiqod qilding degan bir ishorat bor ichida. Sen menga iymon etding, anadan keyin diginimni qil degan bir shaklda ma'no chiqadi. Ya'ni mu'min bo'lgan kishiningki Alloh buyurgan ishqa nima ishqa deb so'rash haq qilmaydi. Chunki sen madam Alloh iymon etdingmi? Allohni iloh deb bo'ysundingmi? Ma oddiy gap emas. Allohni iloh deb e'tirof qilish oddiy gap emas. Har savol olsa, shundan ilgari so'rab olish kerak. Har o'yinish olsa, shundan ilgari o'yinish kerak. Har qanday bir orqa ko'rinishini, uning illat hikmatlarini surishtir qiladigan ish olsa, shu iymon aytishdan ilgari qilish kerak. Ammo iymon aytib bo'lgandan keyin, Allohni iloh deb e'tiqod qilib bo'lgandan keyin, Robbim deb e'tirof qilib bo'lgandan keyin uningdan kelgan qilma buyruqlarini, mayli uning orqa ko'rinishini, mohiyatlarini tushun yoki tushunma, uni so'rash, uning illat sabablaridan so'rash, nimachiligini so'rash haq qolmaydi. Biz davomli ba'zi masalalarni misollar orqali tushuntiryapmiz. Valillahil masalul a'la. Allohga munosabatligi g'ayb ishtirok hech qanday ishga o'xshamaydi, ammo masalani texim oydinlashtirish uchun bir kasal, masalan oshqozinni og'riyotgan oshqozinda masala bor kasaldan birisi, oshqozinni davolatish uchun o'zi qanoat qilgan bir doktorning qishig'i bor edi qarindoshlar. Doktorning qishig'i berib, doktor buni tekshiraydi. Tekshirgandan keyin buningga dori yozadi va davolanish usullarini buningga beradi. Endi kasal mushu vaqtda doktorga, "Yo'q, men ma dorini yemayman. İllaki siz bana doğrunun bütün tafsilatını yoki nima uchun aytganligimni deb bersangiz, yoki uning bir hikmetini, illatini, qanday bo'lib mening oshqozlim kesilini saqaydiganligini deb bersangiz, annikini yeyman demdi qarindoshlar, tabii demaydi. Kasal bo'lish bilan va shu doktorning qishig'iga qanoat qilib, ishinib, bag'am bo'lish bilan o doktorning diginini qilish majbur. Diginini qilish kerak. Bu inson bilan insonning o'rtasidagi masalalar. O'xshash insonlar. Inson. Endi inson bilan insonning o'rtasidagi muomala bu qadar o'g'ay ekan. Banda inson, maxluq bo'lgan inson o'zining xoliqi bilan muomalada qaysi adabda muomala qilish kerak? Bir zotni xoliqim deb e'tirof qilgandan keyin uning buyruqlarini, orqa ko'rinishlarini surishtir qilish insonning aqldan oshgan bir ish bo'ladi qarindoshlar. Yani sen şu işini qilishda birdan bir taynadigan sababing o o'smi Allohdan kelganlik bo'lish kerak. Sen onun ishonishing kerak. Yaxshi ishga buyuradiganligiga ishonch qilishing kerak. Namozga buyurdimi? Namozni darhol ado qilishing kerak. Qandaqdir namozning illati nima, sababi nima, nima uchun 5 vaqt o'qiymiz? Nimishqa 2 rakat, 4 rakat, 3 rakat. Voy namoz degan insonga nisbatan bir tantarbiya ekan, badan chiniqtirish ekan. Va hokazo bu sabablarni hammani bir tarafga qo'y. Faqat nima deysa, Alloh buyurdimi? Alloh buyurganlik uchun, men iymon etganlik uchun buyruqni qilaman. Shu vaqtida amal ibodatning buyruq ijro qilishning huzurini, ya'ni iymonning huzurini shu vaqtda bilalaysiz. Alloh subhanahu va taolo buning natijasida sana an ba'zi masalalarni aytib beradi. Sura Baqaraning 282-oyatda o'qib o'tgan to'q biz sanalda bo'lishi mumkin. Vattaqulloh va yuallimukumulloh. Sen Allohning buyruqlarida Allohdan qo'rq. Allohning buyruqlarini joyida ijro qil. Shu vaqtda va yuallimukumulloh. Alloh sana o'rgatib qo'ydi shu vaqtida. Shuni bildirib qo'ydi. Vaqtda ba'zi hikmatlarni tushunishi, ba'zi orqa ko'rinishlarni bilsa, ba'zi sirlarni shu vaqtda tushunsa, yana qalbing shu vaqtda rohat topadi. Iymonning rohatini shu vaqtida sen his qila olaysan. Agar Allohning buyruqini ijro qilishni, shu buyruqning hikmat sabablarini tafsili tushunishga qarashli qilib qo'ysang, o vaqtida sening Alloh qo'ygan iymoning haqiqiy iymon. Zaten mushu masalani men tushunmasam ijro qilmayman desang, iymoning haqiqiy iymon bo'lmaydi. Masalan, Alloh subhanahu va taolo cho'shqa yeyishdan to'sdi, harom qildi.
14 asr, 1400 yıl çoşqının, güşünün nima uchun haromligi tushunilmadi. Ammo tarixda bir musulmon o'rtaga chiqib, Allah çoşqini harom qilibdi, nima ish qilmaydi ekanman? Tayyor go'sht tursa deb baqdimi? Yo'q, ijro qildi. Bugungi zamonimizga kelgan vaqtda tahlil qilish orqali uning go'shida zo'r darajada ziyonli moddalarning borligi, zararligi o'rtaga chiqdi. Shuningdek, mu'min bandaning sifati shuki, bir hukmni ijro qilishda qat'iy kechiktirmaydi, ikkilanmaydi. Balkim u hukmninki hikmetini bilishi mumkin, bilmasligi mumkin. Balları bayqishi mumkin, balları bayqishi mumkin, ammo buning hikmetining qanday bo'lishi asla hukmni ijro qilishga ta'sir ko'rsatsa bo'lmaydi qarindoshlar. Mu'min bo'lib bilan Allohga iymon etdimmi deganning hammani qanday qilish kerak? Qilish kerak. İnsanning aqli balkim nurg'un narsalarni tushunmasligi aniq. To'g'ri, ba'zi masalalar keladi, hikmatlar nihoyat aniq, oshkora tushunaymiz, tamam. Tabiiy havo ne'mat go'zal. Ammo uningla qilan har hukmga biz illat sababini tushunishni, orqasidan nima ish borligini bilishni shart qilib olsak, u vaqtda Alloh qo'ygan iymonimiz shubhi shakldagi bir shart bilan qilgan iymon bo'ladi. Ya ayyuhallazina amanu degan xitob u vaqtda bizga tushmasligi mumkin. Chunki Alloh bizga har hukmni ustimizga ortmoqchi bo'lgan vaqtda bizga shuni eslatadi. Ey iymon etganlar, sizlar iymon etdinglar degan nuqtani qanday qilyotdi? Eslatadi. Iymon etdinglar degan nuqtani eslatganning o'zi qilma ishni degan bo'ladi. Ma hukmni ijro qil degan bo'ladi. Yana bir misol olsam, valillahil masalul a'la. Bir kasal azroq nima muomala qilsa, munosib bo'lmagan shaklda muomala qilsa, doktor nima deydi kasalga? Siz mening gapimga ishonmasangiz, nima deb kelgandingiz qishimga? Siz mening qishimga kelib, men o'zingizdan tashhhurga ekansiz. Dorini yeyishingiz kerak, dorini elishingiz kerak. Bo'lmasa başqa doktordan qaşqı verin yoki mening qishimga kelmang deydi. Hatto bir kasalni yo'qlab kirganimizda uysiga. Kasalning qaysi bir dori bor, u ishilgan dori. Biz deymizki, nima ish qilyapsiz burdan desa, kasalning tabiiy beradigan javobi, doktor mening mush kasalimga mush dorini yozdi. Bu qadar. İnsan bilan insonning o'tiridagi masala bu qadar shaklda tushunildi. Doktor yozdi deb lamlaydi. Endi Alloh bizga biz iloh deb e'tiqod qilgan, bo'ysunimizda bir ahdlashgan, iymon etgan Allah bir ahkamlarını verse, Allah olganlığı, Allah'ın ilah olganlığı, bizim iman etganlığımız özü bu hükümde icra kılışqa yeterlik bir sebep buluşu gerek. İnsanlar olsun, akıl bir ulaqqa oxşaydı insanın aklı. Öyünün aldıqıca apralaydı, öyünün içine ekrenmeydi qarindoshlar. Yani bizni akıl bu iman babığı yeteklep keldi. Allah'ını bizge tunuşturdu. Onun o tarafiga. Yani ahkamlarda, nimaning halol, nimaning haromligida, qiyomat masalalarida bizning aqlimiz bir chegara bilan chegaraniqliq ovqatga qanday qilmaydi o'tmaydi. Insonning aqli faqat dunyodagi inson ish qila oladigan doira bilan qanday qilingan cheklangan insonda bo'lsin. Endi oyatning o'ziga kelganimizda, bugungi oyatning o'ziga kelganimizda Alloh subhanahu va taolo shu shaklda bizga eslatib, ey mu'minlar degan xitobni qo'llandi. Ya'ni tövende sizlar qiladigan bir ish bor. U olsunmi? La tattakhidu bitanatan min dunikum. Ya'ni sizlar menga iymon etgan bo'lsanglar, sizlar bu iymonni oxirigacha saqlashinglar kerak. Ya'ni qanday shaklda buyruqimni ijro qilish, hukmni ijro qilish shaklida. Esingizda bo'lsin, buning birinchi emaslik demoqchi o'g'lim aranglardan şeytanның vesveselerini, hile-mekirlerini ve sizlerning sepinglarni buzadigan, mavjudligingizni tahdid soladigan omillarni tozalab chiqarishinglar kerak. Bu olsunmi inson bilan davom aralashadigan, ichki sirni davomli paylaşadigan doir sohadan keladi. Oyatdagi sizlardan bo'lmaganlarni sırınlarını degudek yakın tutmanglar deb tarjima qildim qilgan vaqtida. Shu ifoda arab tilida bitqona degan shaklda ifodalangan. Asli bitqona so'zning asli ma'nosida odam badaniga yaqin ichki kiyim degan ma'noda. Ya'ni bu xil shaklda ifodalayotdi kishiningki xos odamlari. İchki dunyosini paylaşadigan, sirlarini paylaşadigan, qaroni billa oladigan, bu yo'lda billa mangadigan, zaten ulardan hech nima ayashmaydigan insonni
bir tane ifadeler vardı. Yani dedim ki bayağı kiyimnin adamның bedeniga tigib turadigan yeri bir tane oldu. Şoň Peygamber Islam ensarlar bilen başka kişilerni tasvirlep el-ensar şiar ve nasu dithar degan şekilde tasvirlagan. Ensarlar iç kiyimge okşaydı, başkalar taş kiyimge okşaydı. Yani şunçalik yaqin ensarlarning o'ziga şunçalik yaqinlikni ifodalamekçide. Yani ensarlarning islomga bo'lgan ifodasi, qabul qilish darunishlari masalan, undan keyingi islomga xizmat qilish, sadoqatlik, samimiyatlik bu noktadan ensarlarni iç kiyim yani şunçalik yaqin bir şekilde sifatlaganda Peygamber aleyhisselam emrisiyle masum zat. Resulullah'a her işte vahiy tushdi. Sahabelerinin içinde Resulullah'ın ülgi kılışını xalamaydiganlari asla ve asla yok. Hemmesi Resulullah'a yakın buluşunu xalaydı. Xas adam buluşlarını xalaydı. Resulullah'ın ki bazı sübetlerini biz Ali radıyallahu anhu ile Hüseyin radıyallahu anhu'nun oturduğu bazı diyaloglardan fark etayimiz. Dada Resulullah'ın sorunu hakkında tasvirlep versen sorunun gibini qatımıza ayetteki bitqaneten özüge yakın kılış, rak kılış meselesi var ya Resulullah sorununu, uzun sahabelerine etrafında kandak bir şekilde toplaydı. Ular kandak muamele kılattı degen meselege münasebetlik. Ali radıyallahu anhu cevaben Resulullah ottası qopsa zikri bilendi. Çünkü oltağanda, qopqanda bizlerde neler buludu bedenimizde okumaymiz endi. Olturuşqa qanchalik kuch ketadi, qopaşqa qanchalik kuch ketadi. Biz o'qimagan bilan olturuş uchun insonning bedenida nurg'un a'zo harakatlanish kerak, nurg'un sistemlar ishga kirish kerak. Qopaşimiz shu. Buning uchun Alloh subhanahu va taolani eslab shukr aytish uchun astaydi. Yani bir Rasulullah zikrini Allah'ın eslashini ko'p qiladi degan. Nimishqa deganimdek olturishning o'zi bir harakat, qopaşning o'zi bir harakat. Oltağan adam qopqa adam oltağan vaqtda özü bilip yoki bilmay nurg'un insonning ichida bir ishga kirishadigan rolini joriy qildiradigan parchalar bo'ladi, sistemlar bo'ladi. İnsan Alloh subhanahu va taologa mushu nuqtaga shukr aytish uchun shunga har doim zikr aytib turish kerak ekan. Ya'ni insonning bir jismini normal ko'tarib turish uchun yoki oltağan vaqtning tangponligini saqlash uchun nurg'un muskullar harakat qiladi, nurg'un parchalar maslishi kerak. İnsan buni tushunib olmaydi. Faqat qopaman deydi, qopadi, o'ltiraman deydi, o'ltiradi, qo'limni ko'tiraman deydi, ko'tiradi, tushiraman deydi, tushiradi. Bu noktada xuddi o'zi ko'targandek, o'zi tushagandek, o'zi qopqandek, o'zi o'tagandek bir xil tuyg'uludi insonda. Inson shuni unutmaslik kerakki, hamma holatlari Alloh subhanahu va taoloninki bo'ysundirib, maslashtirib berishidan bo'layotganligini, atrofida shunday bir qarindoshning borligini ko'rish kerakki, o'xshash inson qopolmaydi, o'xshash inson o'tirolmaydi, o'xshash inson qo'lni ko'tarolmaydi, o'xshash inson ko'rolmaydi, o'xshash inson so'zlayolmaydi. Hamma a'zolari o'xshash. Bu noktadan inson o'zidagi bu holatninki özünün iqtidori emasligini, balki Allohning bo'ysunib berganligini buni aslishi kerak. Hatto Payg'ambar alayhisolatu vasallam bir singlar o'yg'ongan vaqtida alhamdulillahillazi radda alayya ruhi. Mening jinimni, ruhimni qaytarib bergan Allohga hamd va sano bo'lsin. Mening badanimni sog' salomat qilgan Allohga hamd va sano bo'lsin va meni Allohni zikr qilishga izni qilgan menga Allohga hamd va sano bo'lsin. Buni Rasululloh bizga öğretken. Yani her oltağan qopqan vaqtda, her iş qilgan vaqtimizda şu ishga qarta bizni ega qilgan qudrat bergan Allohga shukr aytishni Alloh subhanahu va taolo payg'ambarining tili orqali bizga o'rgatyapti. Yani ben ür turuşum üçün mesela qanchalik bedenimde qanchalik a'zolar bununla tiraydi meni. Qanchalik muskullar bunu ko'tarib turadi, qanchalik so'ngaklar bu ish kirishdi, qanchalik sistema mening tamponligimni saqlaydi. Bularning hammani biz o'ylashimiz kerak. Mush nuqtalarni Alloh subhanahu va taolo bilan edeplik muomala qilishimiz kerak, shukr aytishimiz kerak, eslashimiz kerak. Chunki mush bütün ixtiyorlarning hammani bergani bizga Alloh subhanahu va taolo. Endi gapni o'ziga qaytaylik, biroz uzrab ketdi. Payg'ambar alayhisolamning majlisini tasvirlab Ali radhiyallohu anhu Rasululloh o'ltasi qopsa zikr aytadi dedi. Rasulullahning shu majlislaridagi insonlarni o'ziga yaqinlashtirish, yiroqlashtirish yoki insonlar bilan muomala qilishdagi inchikligiga diqqat qilish kerak. Rasululloh bir o'rinni asla muayyan bir şekilde tutolmaydi. Hatta o'rin tutverishdan to'satdi Rasululloh. Ya'ni maxsus falan o'rin tukunininki. Rasululloh o'zimi shunday qiladi, sahabimni shunday qiladi, sorunga kelsa, ne baka olsa shayda o'tiradi. Hech kimning hech yerda o'rni yo'q. Hatta Rasulullohning qishida hech kimning belgilangan nimasi yo'q, o'rni yo'q. Bu nima uchun desa,
Şuna bir fırsat parasla oldu insanların oturusunda. Bayatın degендek, ayeti deyilgendek düşman asla ve asla oxlamaydı. Birovları Resulullah'a yaqinlashib, her daim Resulullah'ın qaşıdan o'rin elib, boshqalarning ko'zida xuddi Resulullah'a nisbatan uning alohida bir o'rnivadek bir xil tuyg'uni bermaslik uchun atrofdagi kishilarning hammasining o'xshash ekanligini boshqalarga bildirish uchun Rasululloh shunday qiladi. Bugün günümüzde mescidlerdeki urullarına hatta birileri tarafından mahsus ajratılgan. Sorunlarımızda ajratılgan mahsus urullar var ve palanının kaçta pukununun kaçta pukunu oturduğun mahsus urullar oludu. Resulullah namaz hakkında bir netice tekliflerini bir mesela kağıdak çok namaz okuştun yırtqıç hayvallar kulunu koygandek namazda secde qilgan vaqtdagi bir hayatlardan to'sib kelib shu hadisning oxirisida masjidda töge bir o'rinni o'ziga maxsus o'rin qilib ajratib olgandek maxsus bir odamning bir o'rinni ajratib olishdan Rasululloh chekilgan hatto. Yine Ali radhiyallohu anhu Rasulullah'ның bu majlisini sifatlab kelib nima deydi desa, Rasululloh bir kishilarning qishig'i borsa, shu so'rinda bog'a yerida o'tiradi. Ana maxsus ajratilgan o'rin yo'q. Rasululloh yerda o'tirib yeydi, qo'yisini o'zi sag'atdi masalan. Bir qul dedeklarning mo chaqiriqlariga ma'qul deb borar. Rasulullahning ahvoli bu hamdi. Ya'ni bundan ortiq adab bo'lmas, axloq bo'lmas. Chunki bu Rasululloh degan bir payg'ambar so'rin kirgandan keyin maxsus o'rin ajratilishi kerak. Bizning ingimiz bo'yicha to'yga taklif Rasululloh bog'a yerda ne bo'lsa shayda o'tiradi. Buni o'zi nima desa, Rasululloh bizga kishilar bilan uchrashish, aralashish, to'plashish, adab axloqlarida bir namuna ko'z tutadi bizga. Ya'ni bir mu'min bugun bir mu'minning qashida o'tiradi. Ata yana birining qashida o'tiradi. O'g'in yana birining qashida o'tiradi. Bunda Ahmad Ahmadning qashida, Mehmet Ahmadning qashida. Qaysi so'rin, qaysi majlisda bo'lsa, shu o'ltag'anlar bir yerda o'tamaganlar chashib o'tagan. Bu aralashib olmaydi. Bugun Ahmad bilan billa, Ata Bakr bilan billa, O'g'in Xolid bilan billa. Ya'ni kishilar davom xilma-xil har o'xshamagan kishilar o'zaro bir-birida yaqin bir so'rinda bir suhbatda o'tirish orqali mehr muhabbatning taqilishini, barobarlik tuyg'usining umumlashishini qo'lga keltirishak. Bu Rasulullohdan bizga qolgan bir namuna. Yine Ali radhiyallohu anhu Rasulullah'ның so'rinini sifatlab nima deydi shu vaqtda? Rasululloh har suhbatdoshlariga o'zining majlisidan o'ziga kuchli bir nasibisini beradi. Hatto so'rindagi kimga qarata bir hurmatlikroq kan tuyg'usi berilmaslik uchun da'vat etdi. Ya'ni Rasulullah'ның so'riniga kelgan odamning hammasi o'xshash muomalaga uchraydi. Atrafda o'tganimi? Masalan, hatta qarashlarda, bunda qarab so'zlaydi ya odam so'ziga vaqtda. Birlariga xitob qiladi ya, shu vaqtlarda hammasiga o'xshash qana qiladi, xitob qiladi. Ifodasi bu. Hatta qarashda o'zguchliq. Ana bir qarasa saplab biz qarab xitob qilayotgandek. Yana bir qarasa saplab ma taraf qarab xitob qilayotgandek, boshqa tarafdagilar o'zini bir kichiksirgandek ahvol bo'lmasligi kerak yani. So'zlagan vaqtda har tarafga qarab bunun hammasi nima desa, shu o'rtamda, shu muhitda barobarlik puroq bir ish. Barobarlik bir atmosferasini yaratish bu yerda. Yani chunki Rasululloh butun kishilarga o'rtaq avatilgan payg'ambar. Ma'lum bir millatning payg'ambari emas, ma'lum bir qavmning payg'ambari emas, hatto ma'lum bir to'p kishilarning payg'ambari emas. So'rinda o'tgan vaqtda ma'lum bir kishilarga yaqin emas Rasululloh. Hammaga Resulullah'ның kishilarga ulguradigan axloqi, suluki mana shaklda. Resulullah'ның oldida hammadan o'xshash tuyg'usi birlatdi. Birlarininki, yana birlarini iymonning, islomning qarshisida foydalanib olish uchun Rasululloh yuchib qo'ymaydi. Endi oyat Resulullah'ның bu ahvollarini biz ko'rgandan keyin bizga oyat nima deyapti desangmi, bir eskartish beryapti. Davatuki ey mu'minlar, sizlar har doim dushman bilan bir kurash ichida. Hayotingni kurashsizlarninki. Dushman asla va asla to'xtab qolmaydi sizlarga qarshi. Har doim qarshi bir ishlar ichida. Sizlarning iymoningizga qarshi. Ular sizlarni hargizmi iymoningizga bo'sh qo'yvatmaydi. O'zlarining ishini qilsin demaydi. Cho'qqum ilmi kirsa har doim bor. Hatta nurg'un narsalarni suiqasd qiladi, nurg'un ishlarni ijro qiladi. Hamda
bilimiz bir jamiyatda musulmon bo'lgan kishilar bilan musulmonlar to'pi bilan musulmon emaslar to'pining tabiiy munosabati bo'ladi. Islom vaqtida shu, bugungi vaqtda shu, diniy kishilar bilan dinsiz kishilarning o'rtasida ya urug' tuqqanchilik bir munosabatlar bo'ladi, ya savoqdoshlik, ya tijoratda bir, ya u, ya bu ma'lum darajada bir munosabat bor. Qanday munosabat bo'lsa. Endi ma'mening do'stumken musulmon bo'lmasimi? Ma'mening savoqdishimken musulmon bo'lmasimi? Ma'mening tijoratchi sherikimken musulmon bo'lmasimi? Yoki har qanday bir munosabat bilan ulardan ayrılishimiz. Dal mush nuqtada Allah bizni eskartotudiki, hergiz ma'u do'stumken, ma'u sherikimken, ma'u yana bir narsamken, ma'u yana bir narsamken deb sirringni bir musulmon bo'lib sifating bilan bu topning, bu sapninki ichki ahvolini ularga demasliklar kerak. Paylaşmasliklar kerak. İslam qarindoshligi hammani besib tushadi. Sizlar bilan do'stlik bir şekilde aralashadigan holatga ekemasliklar kerak. Nimishqa? Sen har qancha soddalik bilan ularni do'stlab qarasangmi, ularni har qancha yaqinlab ko'rsangmi, ular asla unda qarmaydi. Alloh mana deb turibdi bizga. Bizni aldanmasin deyapti. Kupparlar, dinsizlar asla ve asla sizlarga davom hilmikir qilishdan, dininglarga hujum qilishdan har xil shaklda asla to'xtab qolmaydi. Shunlashqa buyruq kim tarafidan kelyapti? Alloh tarafidan kelyapti. Ey mu'minlar, ma iymonni sizlar himoya qilinglar. Sepinglarni sizlar himoya qilinglar. Mu'min emaslarga sizlar ma sepning ichki eshiklarini qana qilatmanglar, echib etmanglar. Chunki ular jim tumaydi. Çünkü ular la ya'lunakum khabala ayet muşta tasvirlavatıdı. Asla ve asla işlarni buzuş, buzg'unchilik selish, sizlarga ziyon selishda asla to'xtab qolmaydi. Shunga ayet bugun bizga alayda xitob qilyapti. Ya ayyuhallazina amanu la tattakhizu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma anittum qad badatil baghdha min afwahihim. Endi bu oyatda mu'minni ichki do'st u xato emas, uni chekilmayapti, balki mu'minlardan sirtqi, bu sapning sirtidagi kishilar, bu jamoatning sirtidagi kishilar, bu yo'lning sirtidagi kishilarni ichiga akirish deganimiz, ya'ni mu'min emaslarga ma yo'lning ichki ahvolini, ichki sirlarini paylashdan Alloh subhanahu va taolo bizni qanday qilyapti? Tusayapti. Çünkü mu'min qo'dimi so'maydigan iymon deb bir narsa bor. Gapirning qo'daydigan bir narsa yo'q. Undan boshqa oyat yana davom qilyapti qarindoshlar. Hatto ularning ichki hiyla mikr suiqasdlarini bizga o'rtoqqa bizni ogohlantirib qo'ygandan keyin to'xtamadi nima deyapti? Ular sizning jafo chekishingni yaxshi ko'rdi va du ma'anitum. Ammo Allah bizning jafo chekishimizni xohlamaydi. Va law sha'allohu la'anatakum surah Baqaraning 220-oyatida o'qidik. Alloh xohlagan jafo qo'ydi bizni. Ammo Alloh bizning jafo chekishimizni chunki mashaqqat bo'ladi. Hayot qiyinchilikmishqa dushman hiyla kirsa, bugun ular eg'izda tishni ko'rsatib hi qilganda qilgan bilan agar shunda biz pasib o'ringa tushib, musulmon jamoasi pasib o'ringa tushib, yengilish ini qolib qolgan vaqtida yo'qolish ini qolib qolgan vaqtda rasmiy yuzini shu vaqtida ko'rsatdi ular. Bizning jafo chekishimizni bular xohlaydi bular. Endi bu yerda jafo hukmi tilg'ilindi, jafo so'zi tilg'ilindi. Jafo nereden keladi desa, Alloh subhanahu va taolo bizga mu'min bo'lish sifatimiz bilan nurg'un narsalarni farz qildi. Biz bu din bizga farz qilgan ishlarni ijro qilish majburiyatini ijro qilishimiz kerak. Endi ular qanday qiladi desa, mu'minga qarata, mu'min do'stlarga qarata yoki mu'min to'pga qarata dinning taqozzosining boshqasini puflaydi. Bizning ruhiyatimizni tushirishga o'rinadi. Har xil gap so'zlar bilan bizdan diniy ahvollarni, diniy talablarni, diniy ko'rinishni paslatishni xohlaydi. Hele siyaqimizga hujum qiladi, hele saqalga hujum qiladi, hele hijobga hujum qiladi, hele uningga, hele buningga kuchi yetkincha bir ishlarni qiladi. Agar ularni ichki ahvolga boshlab kirganimizda masala bak og'ir bo'ladi. İnsanın ruhiyati
fikri bilan birlashmaganida masala shu yerdan chiqadi. Bular bu xil vasvasalar orqali biz bir mu'min bo'lish sifatimiz bilan bizning bir ruhiyatimiz bo'ladi, bir fikr ideyamiz bo'ladi. Ideyamizga ta'sir ko'rsatib, ruhiyatimizga bu ikkisini qanday qiladi? Zidlashtiradi. Shu vaqtida insonda qalq, bearomlik, iztirob insonga hukm suraydi. Bu vaqtda xotirjamlik bo'lmaydi, qarindoshlar. Masalan biz bu noktada yani insonninki ideyasi bilan ruhininki birlashmagan ahvoliga qarata biz ba'zi davlatlarda, ba'zi jamiyatlarda ko'ramiz, moddiy jihatda o qadar taraqqiy qilgan, shun o qadar qulayliqlashgan, iqtisodiy o qadar yuqori, ularning ijtimoiy kapolati, sog'lomlik kapolati, kerimi shu qadar yaxshi, ammo hammasi iztirob ichida. Ruhiy jihatda tushkun, o'zini o'ldirilish nisbati ko'paygan, o'zaro masalan g'ayri normal aloqalar ularning orasida ko'paygan. Hammasi nima desa, ularning fikri ideyasi bilan ruhiyati o'zaro qana qilmaydi, moslashmaydi. Haqiqiy sog'lom ruhiyat qanday bo'ladi desa, inson iymon etgan vaqtda, ruhiyati shunga o'zgarganda va fikri shunga o'zgargan vaqtda, ichki ruhiyat dunyosi bilan fikr ta'siridagi sirtqi dunyosining umumiy ish harakatlari moslashgan vaqtida inson normal holat keladi. Bu vaqtda iztirob yo'qoladi, xotirjam bo'ladi. Bir misol olaylik kichkina. Bir inson xalqning uyisiga kirmoqchi bo'lib, xalqning eshigini ochayotgan vaqtida o'ningda o qadar iztirob siqilishladiki, kim ko'rib qolar? Al ko'rib qolarmi, mal ko'rib qolarmi deb siqilishiladi. Ammo o'zining uyisiga kirsa-chi, mayli xotirjam. Hatto eshikni ochiqisini yutirib qo'yib, o'zining eshigini chaqayotgandimi, mayli xotirjam. Chunki o'zining uyisi, hech kimning ma'valaqa bir xil insondagi ichki tuyg'u bilan sirtqi ish harakatininki moslashmaslik tufaylidan insonda bo'ladigan iztirobning bir misoli. Kishi o'zining ayoli bilan mangsa bir yerda, nerede mangsa, nerede yalğız qalsa, hech qanday bir normalsizlik olmaydi. Mayli ruhiy aqna jihatda. Ammo g'ayri bilan mangan, g'ayri bilan paranglashgan vaqtda kim ko'rib qolar? Bir xil g'ayri tuyg'u. Bu alaqi buni nima uchun misol qilyapman desa, insonninki ichki ruhiyat dunyosi bilan fikr ideyasining turtkisida qilgan ish harakatlarining o'zaro bir-biriga mos kelish, mos kelmaslik masalasi. Mu'minlar safidan boshqa har qanday safda bu ahvol bo'lmaydi. Bu ahvol qat'iy bo'lmaydi. Buni e'tirof qilsin, qilmasin, bularda bugun ya atib o'zi ko'rsatdi cho'qim. Biz masalan bugungi mu'min bo'lmagan jamiyatlardagi moddiy jihatdagi o qadar farovonlik, moddiy jihatdagi o qadar yuksak saviyaga qarta yana ulardagi bir xil ruhiy kishininki ig'irligi, ruhiy besimning ig'irligi ulardagi o'zini o'ldirilish hodislari bayonini tilg'animizdek va o'zining hayotidan rozi bo'lmay g'ayri shar'iy masalan yo'lsiz bir xil aloqalarninki, yo'lsiz ishlarninki ko'payib ketishi, o'zining huzuri tepilmasligi, o qadar yuqori sharoit turib o'zining huzurining tepilmasligi qatorli ahvollardan biz buni qana qila olamiz, ko'rib ola olamiz qarindoshlar. Şoňaşqa Allah subhanahu wa taala mu'minlarning sepining sap tutilishini, bularning ruhiyatining, fikrining, ideyasining buzulmasligini, sirtning buningga ta'sir ko'rsatmasligini bizdan talab qilib, buni qo'g'danglar da'vatidi. Buningga tirishchanlik ko'rsatinglar da'vatidi. Bu sizlarning vazifanglar da'vatidi. Chunki dushman ishchinglarga sizishdan, ideyanglarga ta'sir ko'rsatishdan, sizlarning sepinglarni ojizlashtirishdan asla va asla to'xtamaydi. Chunki dushman shunday yaqinlashdimi, musulmonlar sepini yo'ldan chiqaradi. Musulmonlarning ruhiyati, ideyasi bir-biriga qarshi bo'lgan vaqtida, ish harakatlari bilan o'zining ruhiyat dunyosi o'zaro moslashmagan vaqtida, ayni shu vaqtning o'zida inhirof, yo'ldan chiqish, iztirob, bir xil nima deymiz hamda tushkunlik hammasi tam shu vaqtning o'zida paydo bo'ladi. Allah subhanahu wa taala bu yerda kuffarlarga, dinsizlarga, dinning dushmanlariga bu fursatni sizlar bermanglar. Fursatni bergan Allah bular bu fursatdan foydalanib sepinglarga singib kiradi, sepinglarga siqilib kiradi, fikrlarini so'qidi. Mu'minlar safida u qadar tushkunlashish shu vaqtda paydo bo'ladi. Sepinglarni ching tutinglar. Davatudu. Eskertuvatuduki ularning egizlaridan chiqqandan qanchalik xim xatarni, qanchalik xatolikni his qilgan bo'lsanglar, bilinglarki u oddiy tahi. Ularning
ichki dunyosidagi uningdan betar, uningdan ig'ir. Uni ko'rsanglar shu vaqtida ko'rsizlar uni. Dal munofiqning sifatlari, ya'ni munofiq o'zining ichki dunyosi bilan sirtqi dunyosini oshkorlamaydi ya. Biz de bularning ig'izini his qilganlarimiz yani güzel bir şekilde anlatıldı bizga. Uningdan xatarni his qildik deyli, ammo u az. Onun ichki dunyosida uningdan betari bor. Shunga oyatda tili boshqa. Qad badatil bag'do min afwahihim. Ig'izdan chiqqan gapildim uqvag'ildi, o'tirg'a chiqadi sizlarga bo'lgan dushmanlikki va ma tukhfi suduruhum akbar. Ma qalbida yushirayotgani sizlarga demay qolgan qismi texmonimo büyük devatıdı. Müminler insanlar olsun. Muş noktalara dikkat qilmaganida, agar bularning yağlamalarına, bularning aldamçılıklarına aldanğınida, özünün sepini bular açqınida, bularni öz içiga sizdirğınida müminlerin sepi şu hamon buzuldu. İnsanlar olsun. Allah subhanahu wa taala bularning bu ichki dunyosini bizga Qur'onda oshkorlab berdi. Müminlerin aldı jahannam ayniki bor. Atrofidagi kishilarning qandoqligi Qur'onda bayon qilinadi. Buni ko'ra ish qildi. Sepi dümdüz mağdu, mustahkam buludu. Eğer bu noktalara sel qarab ehmiyet vermey, manıp ketkendan keyin mesele şu yerden çıkıdı qarindoshlar. Yani bizga nisbatan bu yerda nahayt deymiz endi muhim signal, muhim bir yepuşun birini beryapti. Bularning qalbi chatoq da'vatıdı. Bular sizlarga kuyinmaydi da'vatıdı. Bularning maqsadlariga kuyinish emas, sizning sepangni qanday qilish, buzish da'vatıdı. Bundan ortiq güzel xabar olmaz. Unda olgandan keyin mu'minlar bu nuqtada alohida qanday qilish kerak, diqqat qilish kerak. Oyatning oxirida qad bayyana lakumul ayat in kuntum ta'qilun. Agar aqlingni ishlasanglar, tushensanglar, biz sizlarga büyük oyatlar. Bu Qur'ondagi oyat Mesela Kur'an'ın ayetini mi körüstüdü qarindoshlar ve etrafımızdaki dünya kainattaki biz his qilgan uni ko'rish orqali bilgan ba'zi nuqtalarni mi ayat deyildi. Allah bizga oyatlarni bayon qilib berdi. Bir tarafdan Qur'onda bayon qilib berdi. Buni anglab tushunib ham shundaymi deb tursak, yana bir tarafdan etrafımızdan biz shuni his qildik. Allah ularning qalbida yushirganlari qattiq dedi. Biz tarixdan buyon bizga ulardan yaxshilik kelmaganligini, dinning dushmanlaridan asla bizga yaxshilik kelmaganligini eg'izi qanchalik shakar olib ketsin. Bugun bizga qanchalik yaxshilik qilish haqida va'dalarni qilib ketsin. Millatga o qadar kunish haqida yaxshilik qilib ketsin, va'dalarni qilib ketsin. Ulardan yaxshilik kelmaydiganligini tarixdan bilan ko'rdik. Qur'ondan oyatni o'qidik va atrofdan oyatlarni ko'rdik. Agar tushunsak, bizning sepimizni qanday tutish, yo'limizni qanday tanlab menish, qadamlarimizni qanday elish haqida bu yetarli bir dars. Allah subhanahu wa taala bizga bu darsni oyatida berdi. Qur'on oyatida, atrofiy oyatlarda, olamlarda ko'rsatdi. Bizga bu yetmasa, boshqa narsa asla yetmaydi. Bugungi darsimiz vaqt munosabati bilan mushada oxirlashdi. Biz darsimizning davomini inshaalloh kelasi soatlik darsimizni davomlashtiramiz. Kelasi soat ko'rishgacha hammalarni Allohga omonat qildim va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.